Bugun ustozim keldi, bitta duo ham boshlaylik. Birinchi men yangi joy ochdim. Hali ichkariga kirib ko'rmadingiz. Alloh amin. Xayrli, barokatli bo'lsin. Fayzingni ber. Amin. Aytganingiz kelsin. Alisher aka, mana Bolajon City Mall. Siz ancha uzoqroq, xudo xohlasa tarafga ham ko'chamiz. Yaxshi-da. Bolajon City Mall, Alisher aka, mana bino mana shunaqa qavatdan bizda anaqa plus tarafimiz tayanki katta e'tibor berganmiz shunga oilaviy kelsa. Hozirgi kunda parkovka yo'q lekin yo'q, joy bor. Mana u nariyoqga ham joy qilindi. Ha, bemalol 200-300 ta mashina sig'adi. Keyin Alisher aka mana o'zi detskiy kiyimni reklama kerak emas. Yo'q, o'shaning men tanishtirmoqchiman. Alisher aka sizga mana qarang. O'zi detskiy. Men yomonlab. Bo'ladi. Bo'ladi. Alisher aka detskiy kiyimlar ko'p. Lekin bizdagi format bor-ku mana. Bitta joyda ota-ona hamma ishini bitirib ketadigan birinchi O'zbekistonda biz qildik mana shu format. Ota-ona hamma ishini bitira olmasa kerak. Yo'q, xudo bolalar uchun. Bolalar uchun. Ya siz shunaqa deyapsiz, hamma ishini bitiradi. Bu formatda O'zbekistonda mana birinchi bo'lishi. Alisher aka ketdik mana, kirdik. Voy, odamni qarang. Uxlaymaysizlarmi? Alisher aka mana kirganingizda bizda marojnilar 5000 so'm. Lekin sifati zo'r. Aytoni bu yerda hamma narsa arzon qilganmiz. Hamma narsani xalq maza qilsin, olsin deb, maza qilsin deb, mana hozir ikkita olamiz, yeb, gaplashaveramiz. Jinni bo'lib qolganmiz-a, foyda qilmaysanmi? Foydani ozgina qo'yaylik deyapman-da. Narxlar insof bilan yozib qo'yganmiz o'zangiga. Onalar, ota-onalar endi shoppingda vaqt ko'p ketib qoladi-yu, siz o'z shoppingchisiz so'ram. Ha? Uyda ovqat yesdan chiqib qolsa, chuchvaralar ham 10 ming so'm, 15 ming so'm, 26 ming so'm, har somsa chuchvaralar. Mana bu siroklar, bilasizmi, birinchi zo'r 4 ming so'm. Shundoq berib yuborroq, hop. Alisher aka shuna kirganingizda to'g'rida sartaroshxona 30 ming so'm. Toshkentda 30 ming so'mlik sartaroshxonalar qolmagan. Bu odamni qaranglar, men o'chir. Bular navbatmi o'chir? Ha, navbat. Mana bu yerda ham massajni stoli qo'yib qo'yganmiz. Ota-onalar bemalol o'tirib, o'chir kutsa bo'ladi. Keling Alisher aka. Men sartaroshxona menga kerak emas lekin. Yo, sizga komfortini ko'rsating. Ha, yo'q. Sartarosh soqol olib keting demoqchimisan. Yo, o'zi yosh bolalarga faqat, kattalar olmaydi. Assalomu alaykum. Mana, yo'g'ormanglar. Prechozkalar mana chizib berish kerak bo'lsa chizib berishadi. Bular hammasi professional. Aka, Rossiyada 20 yil. Mashina-yu bu. Ha, mashina. Hayda. Ketib qolmaydi. Hamma narsa mana shunda olishaveradi. Sochib, hozir maktabga rasa sezon bosib olishyapti. Kuniga 50 ta 60 ta soch olishadi. Kuniga. Arzon bo'lganiga ketdik mana. Toshkent shotdami deyman, bu O'zbekiston shotda ekan. Assalomu alaykum. Unga ketganmiz, mana bitta Navarajjonka chaqaloq bolachalar uchun 19 ming so'm ketaveradi. 19 ming so'm? Ha, mana yaxshiroq aytsangiz 39 ming so'm bor. 19 ming so'mga narsa bormi? 38 ming so'm. Shapkalarni xullas mana ko'rasiz, turlari hammasi bor. 29 ming, 10 ming so'm mana kichkina do'ppishalar mana bolachalarga. Bu yerda hamma anaqa soska, aksessuarlar, mana bitta любой narsa topasiz xullas. Radomga sumka qilishadi, shunaqa qilib ham terib keta olasiz bemalol bu yerdan. Agar yana ko'payaman desangiz, to'g'risi, mana shu takiverasiz chaqaloqga. Mana shapkalar 5 ming so'm. Bolachalar. Gapi lekin. 5 ming so'm. Naskilar 4 ming so'mdan boshlanadi. Mana 18 ming deysizmi, 4 ming so'm ham bor. Mana mashina hammasi mana juda ham chet ellikka zo'r 49 ming so'm mana mashina. Sen bu rostdan shunaqa narxni olay, yo'q kelganimga shunaqa narxni ol. Yo'q, rostdan aka. Mana bozilar deysizmi, hammasi mana. Ushlab ko'ring, materialini 29 ming mana. Qayerdan topding bunaqa arzon narxda buncha narsani? Biz shunaqa katta pastavshikalar bilan birga ishlaymiz. E'lon berganmiz, kelishadi o'ziga. Aka, mana bunaqa mol bor. Men ko'rdim. Arzon bo'lganiga, menimcha endi sifatsizroq narsalar. Mana ko'ring sifatini. Lekin haqiqatan sifati 3 xil sifatda qo'yib qo'yganmiz. Xolos arzonchiroq, o'rtada sifatsiz narsa topib bersangiz, bepul o'sha narsa. Ha, sifatsiz. Ha, bat o'ylaysiz. Mana ketdik. Mana bunaqa anolar chaqaloq olib chiqishga bor-ku. Ha, raddomni olib. Ha, qidirib o'tirmanmi? Tabriklashga, ana, kimdir bo'lib qolsa tanishingiz, mana 69 ming sarpaga. Mana shuna kelasiz, falonchixon tabriklayman deb berib yuborishadi. Sarpada ham bormi? Ha, bittada ishi bitib ketadi-da u. Ha, hamma narsa bor ekan. mana buni qarang, sifatini mana shu zo'r. Mana 25 ming so'm mana shu aka. Bu deylar, mana 29 ming. Ma'mala 100% paxta mana. O'zim qizimga ham olganman mana shundan. Mana 29 ming so'm. Mana bu yerda ham yana assortiment bolachalarga mana dizaynlar qarang, aka sizga ham siz anaqa takoy. Takoy stil. Ha, stilni bular ham bor. Ha, qarang. Stilyak. Kichkina bolachaga. Ha, mana qarang, mana qarang. Mana qarang. Stilniligini qarang. Bu maktab forma ketdi. Maktab. Bu yerda ham har xil Yakras maktab sezon. mana. Ne kacha deb yozib qo'ygansizlar. Kim u kacha? Ha? Kacha kim? Kachani bitadi, Kim kacha? Voy saru. Xitoy birin. Kassimshim 159 mingga kassimshim yo'q. Sifatini oching, asar. 159 mingga. Endi siz aytasiz, anoni ham olib bering, narigi 1 yillikni. Mana 159 mingga. Troykami bu? Ha, troyka 159 mingga. Endi qarab turing. Mana bunisi bor.
Misol yo'q, menga yana ham zo'rroq kerak desa, bu qimmatroq ko'rasiz, 379 ming. Buni lekin 1 yil garantiya beriladi. Agar qizarsa, quyoshda nima durib ketsa qaytarib olamiz. Misol uchun 149 ming. Keyin ketdi mana misol uchun 55 mingga ham bor mana Mamitda. Mana 26 ming so'mga ham bor. 26 ming so'mga bitta lavash ham bermaydi hozir. Mana bu yoqda mana XB-lari, har xil yubkalar. Xullas mana bittada ish bitib ketadi, xudo xolasa. Hamma narsa bor. Ha, faqat odamlar ana shoshilmasdan qidirsa hamma narsa bor. Mana o'zini vkusligini topadi. Shoshilmasdan qidirsa bo'ladi, chiroyli mana. Kuzga bu. Ha, qizlarga mana. Ustiga kiyolar 99 ming so'm. Mana murskoy. Hammasiga ish qilib ketdi. Ha, qarang, hammasi takoy kiyib olib yuraveradi mana 99 ming so'm ham. Ha, har xillari bor. Mana bunaqa kiyaman, sani chet el maktabiga o'xshatib bir balo qilaman desa ham ketaveradi. Hamma narsa bor ekanda. Shimlar ham shunaqa mana. Shimlar ham bor mana. Bu katta yoshdagilarga ham shimlar bor ekan. Kepkalar. Mana 6 ming so'm. Birinchi sinf nimadir kiyishadi, ha. Birinchi sinfdan chang'ir qilib kiyib oladi-yu. Bu Qirg'izistonniki, materialni bitta ushlab ko'rasiz, asha dahshat bu 29 ming so'm. Sifati lekin zo'r. Mana bunasini ushlayman, bitta ushlayman materialni. Mazza 29 ming. Zo'r ekan. Bu ham 29 ming. Ha, kepkalar. Ana yerga siz ham mana kepkaga qiziqamiz mana. 39 ming so'm kepkalar. Mana ranglari ham zo'r ekan. Takoy. Lekin mana deshov emas narsalari. Futbol formalari mana. Futbol formalari har xillari bor. Futbol formali 55 ming so'm. Mana bular 34 ming so'm. Ha, bor, 34 ming bor, 55 ming bor. Dashak Shehir mana. Eldor Shomurodov. Bu Fayzullayev. Fayzullayev. Mana naskilar 4 ming so'mdan 9 ming so'mgacha. Bemalol olishaveradi. Mana shuni ham chetga eksport qiladi, buni ham. Chet elga eksport qilishadi. Mana shuni ko'ring, 4 ming so'mga o'xshamaydi. Bular Polsha, Germaniya, Germaniya hamma joyga eksport qilishadi. O'zbekistonda ishlab chiqarib. Chimadanlar bu yoqdan arzonni topolmaysiz, aniq. Xudo xolasa, ana maksimalni arzon qilib qo'yganmiz mana. Mana bilan qarang. Mana 359 ming so'm mana mana shu. Bu betonlar. Dan ko'ynaklar, вечерний ko'ynaklar. Ha, bu endi ana anaqaga kechqurun to'yiga. Qarincha hamma narsa bor ekan. Men o'zim o'ynab ketyapti bor. Bolachalaringiz bilan chet elga birga ketsangiz. Ha, buni ichidan bolasi ham chiqadi. Ikkitasi 329 ming, ichida bolasi ham bor. Kichkinagina. Taringizga mashina ko'rsangiz, maza qilib rolikli krossovkada bu, trendda bu. Ashe zo'r, anaqa bizga kelgan. narsa bu. Ha. Sizlar hozir rolik, rosa bizda muammo bo'ldi, qolmay qoldi, mana keldi. Biz yaxshi ko'rishadi bolachalar. Oyoq kiyimlar ham ketdi mana. Assortiment ko'p. Odamni qaranglar, ko'pligini. 135 ming qarang. Anaqalarni. Mana shu chiroyli. Hammasi chiroyli. Sifat ko'ringlar. Yengilgina ekan. Ortopedический oyoq kiyimlar bor. Zo'rchi nima kerak bo'lsa, bemalol hamma narsa bor. Mana roliklar ham arzon, 156 ming so'm. Bu ham optimda sotamiz. Mana o'zimiz anaqa qilib chiqardik, Alisher aka. Bolajon, buni agar kliyentdan ko'chirib bersa, sekinga berib yuboramiz. Odamlarga ham shunaqa deymiz. Kliyentdan ko'chirib bersak, bu ani jipiriq bola bo'ladi, ixtimir bola. Shularga olib bersa, maktabdan kiyveradi, yirtilmaydi. Oyog'ini narmani kiyib olmaydiganlar. Futbol ham jismoniysi esdan chiqib qolsa, 79 ming. 79 ming. Jismoniysi esdan chiqib qolsa bo'ladi, bolalar o'ynab yuboradi, ana o'shalarga zo'r. Bitta oyoq kiyimni olib kelaverasizlar. Ha, tachkalar qarang. Bilib olinglar. 39 ming so'm, ham qarang. Damashni tapchkalar. Zo'r. Ha, 39 ming so'm. Yaxshi. Mana bu tapchkalar, mana shu tapchkalar 10 ming so'mdan mana bu tapchkalar. Yo'q, aja 10 ming emas. Ya 10 ming, 13 ming, hozir 10 ming qilib qo'ydik, mayli deb. Ana, o'sha yostiqga otding, avvalinglardan uyga basen kelgan 10 ming so'm. Mana. To'g'ri. 10 ming so'm. Bu 25 ming so'm. 10 ming so'mga tapchkamishda, o'rtoqlar. Endi yuring ikkinchi etajga. Ikkinchi etajingdan bormi? Hali podalar bor, hali tugamadi, yuring. Qari bola pitsa, mana Mamitga 300 kvadrat detsiplashak tayyor bo'lyapti, mana. Assalomu alaykum. Bitta pitsa. 3 ta pitsa 109 ming so'm. Boshqa filialda ham shunaqa narsa. Boshqaga ham qo'yganmiz, endi yaqinda yengillaydi moshimanda. Qilisizlar. Yaxshimisizlar? Satsan. Alisher aka, alaykum assalom. Marhamat. Mana endi tuzli g'or. Nimaga buni qo'yganmiz? Hozir hamma bolachada shitavitkada muammo bor. Yut. Uni orqasidan rosa kasalliklar kelib chiqyapti, to'p chiqadi. Ota-ona mana shu qo'yib yuboradi. O'z ko'p joyda yo'q bu. Bilsangiz, ana qimmat ana klinikalarda bor. Biz shuni ham 20 ming so'm qo'yganmiz. Ota-ona shuni qo'yib yuboradi, o'ynab, bolalar uchun rosa foyda. Nafas yo'liga, xullas, o'zingiz bilasiz-ku, Aqua Medline ham bor. So'ng rosa foyda mana shu tuzdan. Massaj xonalari. Massaj ayollarga, bolalarga mana logoped. Bittada, bittada. Bolasi agar yaxshi gapirolmasa berib qo'yadi, o'z savdo qilib yuraveradi. Nimadir yo'q-da, men o'shani topa olmayapman. Yuring, hozir bilan. Topaman uni ham. Nimadir bo'lmasligi kerak baribir, bor. Hamma narsa bo'lishi mumkin emas. Nimadir yo'q narsang bor. Asad, hamma narsa bo'lishi mumkin emas.
Bo'lishi mumkin edi. Şey materialni alisher aka 99 ming so'm shimi bilan. Shimi bilan. Mana robot apparat. Bitta bosasiz 10 ming so'mga o'zi robot marojniy pishirib beradi. Ha, yo'q. Ishlaydimi? Ishlaydi. Mana bu film ko'rganmiz alisher aka. Zvera Polius. Zera poy. Mana siz anaqa tishotkasiz. Ovoz beruvdi-yu. 19 ming so'm qarang. Tishotkasiz. Ha, bu cho'tkami? Ha, cho'tka bolachalarga zo'rlar, endi qo'yib qo'yasiz. Tushunmayman. Mana, bunday qilinadi. Bu endi probaga ochib qo'yilgan, o'zi bitta korobkadan olib ketaveradi. Zaryadchiklar bor alisher aka, 10 ming so'm, 29 ming so'm. Har xil 9 ming so'm, 100 biylar. Achkilar 35 ming so'm. O, bolachalar hozirgi yo'sa atirlar ham bor ekan. Ha, atir, hamma. Mana atir qarang. Mana 59 ming so'm, 39 ming so'm. Mani o'g'lim mani atirimni sepib qo'yadi-da. Ha, o'shanga olib yurasiz. Bemalol o'ziga atir olib bersa bo'ladi. Dron ana hit qilib yubordik bilsangiz. Dron? Uchadigan ko'rmadingiz videoni? 79 ming so'm. Basseynlar bor. Mana achkilar 15 ming so'mdan bolachalarga. 15 ming so'mdan achkilar bor. 8 mingdan bor. Zakolka olib bering deb anaqa qilmanglarmi? Sindirib qo'yvermanglarmi? Men sindirib qo'ydim yaqinda o'zimga. Sindirib qo'ydingizmi? Mana Alisher aka 15 ming so'm. Mana sindirib qo'yding. Yo'q, sinmaydi. Mashinada ham bor. Endi buni bu yoqqa qo'ymaysan? Ha, bu yoqqa qo'y. Mana olib berasiz, sinmaydi-da. Buni boshqa zakolka demaydi. Pasha anaqalar pamperslar hammasi pamperslar arzon. Qaysini ishlatasiz? Siz solishtirsangiz ham bo'ladi. Mana odamlar solishtiradi, bizda arzonroq. Ha, o'sha bo'ldi. Men taqiyman. Pampers hammasi mana shu bittada. Bittada siz pampers taqiysiz. Bittada anaqa qilinadi. Pamperslar ham zo'r. Koreyskiy, o'sha yaponskiy hammasi, xullas odamlar o'zi bilar ekan. Mana bundan keyin hammasini olib kelib qo'yganmiz. Hamma razmeri bor. Ha, arzon. Arzon. To'g'ri kelib olib ketadi o'z klientlar. Bu bittasimi shunaqa o'pishimi bu? Yo'q, mana bitta, mana o'pishisi mana shu. Bu Tomiko, men o'zim ham qizimga ishlatganman. Hozir yaxshi pampersdan chiqdi. Bu vashe zo'r brend o'zi. Anaqa yaponskiy. Bu mana bilsa Yaponiyada aviakargoda keladi, bu. Ammo Xitoyda chiqadi. Xitoyda chiqadi. Mana Yaponiyadan keladi, to'g'ri. Plajnilar ham mana 12 ming so'm, 5 ming so'm, hamma narsa bor bu yerda ham. Parashyut. Parashyut? Ha, parashyutlar ham bittada aytdim-ku, ota-ona, siz aytdingiz, hali ota-ona hamma ishini bitirolmaydi, hamma ishini bitiradi. Manta endi Alisher aka faqat bolalar uchun emas ekan. Yo'q, endi ona keladi. Ha, oila uchun. O'zgardi-ku, oila sekin. Oila bo'ldi borish kerak. Mana Alisher aka mana qoshiqlar deysizmi? Mana 3tasi 99 ming so'm, 98 ming so'm. Bular ham arzon. Mana blenderlar 160 ming so'mdan, mana 90 ming so'm. Mana. Mana har xil mana 21 ming so'm anaqa nima edi? Vilkalar. Hammasi mana. Mana bunaqa qarang, chiroyli kunlar naborlar 69 ming so'm, pichoqlar mana bular 110 ming so'm, mana shuncha pichoqlari bilan, hamma narsalari bilan. Mana bunaqa, mana brend bu ham zo'r mana. Ketdi, yuring. Hamma narsa bor ekanda. Qalay maza qilyapsizlarmi? Yaxshi joy ekanmi? Mana bu yerda ham hamma o'sha mo'yshyatdir. Bu yer mana shu mashinadan keyin solib berasan, deysiz, mana Havasdan, bo'ldi. ayollar ovurar ekanda, tiyim sentiv men bilmas ekanman-da. O'sha xullas brend ekanda bitta. Ha, keyin uy olib ketib ko'rdim, sovunini. Mashinadan ham ishlatib ko'rasiz, dahshat ekan, xudo xolasa. Nima bu asos shu? Bo'shi olib beraman. Mo'yshi, ya'ni ayollar bilar ekan o'zi. Biz endi bilmaymiz. Sovuni bor, kapsulasi bor, boshqasi bor. Mana bu yerda ham shampun. Koreyskiy kosmetika qo'yamiz, ayollar kutadi. Koreyskiy, original. Mana original koreyskiy kosmetikalar, mana bular. Hozir ozgina assortiment qildik, xudo xolasa yana ko'payadi. Bugun yangilik kelishingizga chinnilarni qo'yishni boshladik. Chinnilar mana. Narxlar bilan maqtanamiz, ketdi mana. Mana 89 ming. Общий nabor 89 ming. 85 ming so'm. 85 ming mana. Mana bular 99 ming so'm. O'zi xotinlar bilan. 99 ming. Mana bular qancha ekan? Mana bular 35 ming so'm, ular grafiklar. Grafiklar. Hozir stakanlar qo'yiladi, arzon-arzonga. Qayerdan topyapsizlar bunaqa arzon? To'g'ridagi narsalar. Mana buni ham Alisher aka uyingizda masaq beraman. Mana bunaqa ishlatishingiz kerak ekan. Mana bu narsalar bor-ku. Bu organik ekanda, ana allergiya chaqirmaydi. Idish tovoq yuganingizda ham mana shu. Buni mana shunaqa narsa. Ana u ham trend bo'lgan shampun ekan bolachalarga. Men короче gapira olmayman, ko'rsam, og'iz ochilib. Qizchangiz necha yosh? Necha yosh? Mana mashina qizcha trend bo'lgan ekan. Mana Hello Kitty degan anaqa fen. Qizingiz 100% bo'ladi. Bu vashe trend bo'lgan ekan. 390 ming bizda eng arzoni. Par dazmollar 209 ming so'm. Buni ham olasiz, siz safarga ko'p yurasiz. O'zi kichkina hozir korobkada katta ko'rinyapti, 239 ming so'm bu. Dazmol mana, ruchni olib yurasiz, qarang.
Mana shu shuni Men короче gapirolmayapman. Ko'rsali, og'iz ochilib, o'qov. Qani Alisher aka, mana bitta yoqas bariligi mana kichkinagina dazmollab ketaverasiz. Ana syomkalaringizga. Mashinani ham sol Asad. Rahmat, salomat bo'l ukajonim. Garantiya bor. Umr oyi buzilib qolsa, garantiya bor. Tashi o'ldiradiganlar. Mana buni ham brend Jerem. Buni ayollar biladi. Dazmol, Dyson bormi uydingizda? Ha. Mana Dysonni shuna просто nomida farqi. 500 ming mashinga 1 oy garantiya ham beriladi. Ishlari ham dahshat. Nima u? Fen dahshat, ha, fen. Hamma narsa bor. Mana ma'mala. Men xullas o'zimni qizimga olib kelib ko'raman, zo'r o'ynasa demak uchun zo'r deymani kelib qo'yamiz. Mastel. Mana 120 ming so'mga ikkita yostiq, ichidan ikkita chiqadi. Zo'r mana. Sizga keyin ortopedический, mana Alisher aka. Men polni mashina hammaga aytaman. Men o'zim uyda ishlatyapman. 119 ming O'zbekiston ishlab chiqaradi ortopedический yostiqlar. Vashcha dahshat. Mashinadan ham berasanmi? Mana bolachalarga. Hay, bu vashcha dahshat. Bitta emas, ikkita soat. Alisher aka bir o'zlari yashamaydilar. O'yinchoqlar. Mana bunaqa qarang, katta o'yinchoqlar necha pul deb o'ylaysiz? Mana shu katta mana qala. Mana. 179 ming so'm mana. Bundan ham arzonlar bor. Bu sifati zo'r. Yana arzonlar ketaveradi. Mana bu yerda Alisher aka aqlli ishlatadigan o'yinchoqlar qo'yib qo'yganmiz. Bundan aqlli bolachalar. Intellektual. Anta bitta o'qiydi nima deb yozilganmi? Ko'proq o'yinchoq, kamroq telefon. Bu yog'ini o'qing. Farzandingizga telefon emas, bolalik hadya qiling. Alaykum assalom. O'yinchoqlar ham zo'r. Mana bunaqa qarang, poyezdlari bilan 29 ming so'm. Hozir misol uchun obedga ham undan ko'p ishlatyapmiz. Mana bu suvda suzadi Alisher aka. Ha, suvda suzadi, ha. Suvda suzadigan kema. Shuni qo'yasiz, suvda suzib ketadi. Pultli mashinalar bor. Pultli mashina. Mana bular trend bo'lyapti, lazer otadigan avtomatlar, dahshat bu ham. Короче, anu hamma narsa arzon bo'lgani bilan. Yo'q, mana bular bor, Xitoy zo'r o'yinchoqlar. Qolgan narsalar emas ekan. Imini trenddagi narsalar ekanda. Yo'q, Alisher aka, mana o'yinchoqlar bor, Xitoy zo'r o'yinchoqlar. Bir xil narsalar men ko'rmaganman ham даже. Sevtani qarang, onaga pul yig'adigan bolaga. Havasga ham qo'yaveradi. Biznesmen qilmoqchi bo'lsangiz, farzandingizni mana. Ber shu seyfdan. Shundan ham ol. Mana bitta Legoli narsalar, polniy, Lego nimadir har xil. Dazmollab qizchalar yaxshi ko'radi, nimadir. Yuvadigan idishlar, bir balolar. Men xullas o'zimni qizimga olib kelib ko'raman, zo'r o'ynasa demak uchun zo'r deymani kelib qo'yamiz. Anaqa chiqqandan keyin boshqa narx aytmaysizlar. Yo'q, sizga aka boshim yo'q. O'zbekiston Daily degani bor brend. Daily bor, Moped bor, va shu eng zo'r brendlarni olib kelganmiz. Alisher aka bitta tanlay o'zingiz, qaysi biri? Yo'q, menga ruzak kerak emas. Men bolalarim ruzak ishlatmaydi. Maktabda qoladi demak, ukalari maktabda qoladi. Xullas men olib kelgan Viber ko'p Alisher aka. Menchi. Bog'chaga boradigan bordi. 89 ming so'm. Turishini qarang. Anaqa chiqqandan keyin boshqa narx aytmaysizlar. Yo'q, sizga aka boshim yo'q. Hozir 50 dollar desam olasiz, hozir 50 dollar deb Eshadi. Aka sen qo'ygan. Yo'q. Вот именно bizda xiyla yo'q. Final bu. Bu ham qizlarga, mana bular ham qizlarga. Hamyoqda million xil bor. Tanlab olamiz. Daftardan ko'proq kerak bo'ladi. Boshqasidan olaylik. Ha, mana shundan bergin, tako angliyskiyroqni. Ana 3800 so'm. Bozorda yo'q bunaqa. To'g'ri nashriyotdan. Qanaqa 3800? Bu o'zini narxiga sotamiz daftar ruchkalarimiz. Rostdan. Konkretni voy. 96 varoligi. Hamda 48 varoligi 2000 so'm. 2000 so'mga ham bormi daftar? 100 so'mga ham sotdik vaqtida. Asarlar jinni bo'lib qolsanlar. 36 varoligi 1,5 ming. Jinni bo'lib qolsanlar. Mana buni ham solaman. 1,5 ming so'm ham bor. 1,5 ming. Tervorlaring Pekinga nima qilasanlar? Shoqdi. Sifatini ko'ring. Qalinligi nima? Mbappeni davri keldi-ku o'sha. Termiz olamiz. Alisher aka, lunch boxlar bor-da, qarang buni. 69 ming narxi. Ovqat soladigan. Konkret nijavikali. Mana ichini ko'ring. Qanaqa plastmassa ovqatga har xil nima chiqaradigan emas. Yomon ta'sir ko'radigan emas. Ichini ko'ring, temirli bo'ladi. Elnur bor, Elnur. Jadid. Uniki ham chiqyapti yaqinda. Yo'q, qo'y. Men 12 varol daftar siz bo'lmaydi, aytadi. Ha, berimdan. 5 so'mligi ham bor, 1,5 ming so'mligi ham bor, 850 so'mligi ham bor, har xil. Hamma endi ota-onalar imkoniyatiga qarab olaveradi. Elnur bor, Elnur. Jadid. Uniki ham chiqyapti yaqinda. Yo'q, qo'y. Jadid. Mablasi 850 so'mligi. 850 so'mligi. Boshqacha o'zi. Kraskalar, har xil. Alisher aka. Ha. Daftarlar. Men bilan nima? Marker ular. 12 ming so'm. 12 ming so'm. 4 ta. Men narxini so'ramayman o'zi, lekin bori narxi. Yo'q, просто qarang. Odamlarga qiziqda. 10 mingga. Qarang. Sol. Men bilan nima? Daftarni ko'ring, ochib ko'ring ichini.
voy O'zingizga olsangiz bo'ladi, bori. Mana shundan olaymi? 10 ta olsam yetadi. mana bu nima bu ham ruchkami Qani, bu ham uch ket. Bular endi kley, o'chirg'ich, tachilka, mana narsalar hali ham bormi ya buni dunyo qilib firmada buni sirkul. ha lekin bizdan paytda bunaqa paytlar anaqalar nima edi kerak bo'ladi Kley, ha, kerak bo'ladi. Qanchalarga? qalami Ha, bu qalam. Bolalarimga kutilmaganda bugun bayram bo'ladigan bo'ldi. Xursand bo'lib ketadi kirganingizda. Ha. Dada, deb. Kutilmaganda bo'ldi. O, mana to'xta anaqa bloknotlarni. Ya bu nima bu? Nimaydi? Jemlik bu. Yani kundalik. Mayli, nima bo'lsa ham. Kundalikda qo'jinni sakkiz zo'rlar. Abloshkani, kitobning ustidagi abloshkasi bo'ladi-yu. Mana qarang. 8, 6 yana nechi? Bo'ldi, ikkita mana. Men daftarga ham bor mana shu yerda. Mana daftarga. 24 tadan. Nima deb pul o'ylaysiz mana shundan? 7 mingdan. 7000? Ha, 24 tadan. Bu marker u. Bundan ham oling, bu ham yaxshi. Marker olmadimmi men marker? O, ana gap yo'q. Shu bilan maktabga tayyor. Alisher mana ota-ona ko'proq kitob o'qisa, farzandlari kelajakda ana yaxshi bo'ladi. Mana farzand sabog'i deysizmi, ayollar uchun nima kitoblar? Mana shuni siz orqali aytib olaylik, xursand bo'ladi kitobchilar. Mana vashi trend bo'lib ketdi deyman, Fotimaning bolasi. Shu yozgan mana shu avtor mana buni ham yozgan ekan, Yusufning qizi. Buni aytishyapti, bundan ta'sirli, bundan dahshatli deyishyapti. Endi men buni o'qiganman, buni endi o'qib chiqmoqchiman. Xudo xolasa mana shuni ham o'z bir o'qib ko'rasiz-da. Bu kattalar o'qiydiganmi, bolalar Yo'q, o'qiydiganmi? ota-ona imini o'qish kerak. Bu yerda ana bir ikkitalar farzandini ajratib, qayta akasini maqtab, ukasini mana imini kerak. Bo'lgan voqea qilib, ana qilib yozishgan. Mana binafsha shulas, mana ham trendga chiqqan, ikkinchisi chiqdi yaqinda. Bu ham zo'r. Dahshat. Kitoblar ham arzon. Mana shuni aytib qo'ying, mana Fotimaning bolasi 69 ming so'm, arzon. Ya bu kitob lekin kerak. Zo'r kitoblar bor ekan yana.